Assalomu alaykum hammaga hurmatli do'stlar. Men bugun hamma keladigan bozorda hech kim bilmaydigan bitta tochkasiga kelganman. Robotlashtirilgan sun'iy intellektlar. Sun'iy idrok sohasida dunyo reytingida Xitoy hozirgi kunda AQShdan keyingi ikkinchi o'ringa egalik qilmoqda. Xitoyning Shanxay shahrida allaqachon insonlar uchun robotlashtirilgan taksilar xizmat ko'rsatishni boshlagan. Sun'iy idrok o'qituvchilari millionlab bolalarga dars berishda yordam beradi. Xitoy 2030-yilga kelib dunyoning sun'iy intellekt markazi bo'lishni maqsad qilgan. Asosan sipalarni chetida turadi. Baland joylarda yiqilib ketishdan saqlash uchun. Kuni bo'yi quyoshdan zarar olarkan, kechasi yonib turadi. Yorug'lik chiqarib. Haqiqiy mototsikllarga o'xshash dizaynga ega elektroskuter. Xavfsizlik cheklovi mavjud, soatiga 5-15 km gacha. Kattalar uchun ekstremal elektr velosipedi. Maxsus shinalar tog' yo'llarida yuqori yopishqoqlikni ta'minlaydi. Tezlik soatiga 80 km gacha. Albatta modeliga qarab sekinlashishi yoki tezlashishi mumkin. GPS kuzatuvi mavjud, velosiped o'g'irlanishiga qarshi. Har xil o'lcham va har xil turdagi quyosh elektr panellari. Portativ mangal sayr qilish uchun olib yuriladi, lekin do'stlar bilan piknik qilganda ham juda qulay. Go'sht pishirish uchun mangal issiqlikni aniq ko'rsatadigan datchiklarga ega. Bug'li elektrda ishlaydigan mini dazmol, oddiy dazmolning kichraytirilgan versiyasi. Har qanday barmoq izini 0.3 soniyada taniydi. 50 ta barmoq izini eslab qolish xususiyati va bu butun oila uchun yetarli. Ko'z nurini skaner qilish xususiyati iPhone'ga nisbatan 10 barobar aniq 200 ta nuqtali skaner. 3 ta skaner surat yoki niqob bilan aldashning imkoni yo'q. Xitoyda yangi qurilayotgan uylarning 80% uchun aynan shu turdagi eshik qulflaridan foydalanishmoqda. Barmoq izi yordamida biometrik himoyalangan seyflar, barmoq izi yordamida va kalit yordamida qulfni ochish mumkin. Taqiq signali noto'g'ri urinishlar ko'payib ketgan taqdirda 120 dBlik signali mavjud. GPS kuzatuviga ega, o'g'irlangan taqdirda ham joyini topish mumkin. 4K Ultra HD sifatli kameralar, 360 aylana ko'rish, bitta kamera butun xonani ko'ra oladi. Kameralarni masofadan turib boshqarish imkoniyati ham mavjud. Ikki tomonlama audio, telefon orqali gapirish imkoniyati, 100 metrgacha ko'rish, infraqizil lazerli yoritgich, rangli tungi ko'rish, hamma ranglarni tunda ham aniq ko'rsata oladi. Telefon ilovasi iOS va Android uchun. Web interface kompyuter orqali ham kameralarni masofadan turib boshqarish imkoniyati. Telefonga o'xshash tarjimon, bruzit tili mavjud, offline rejimda ham ishlaydi. Ish vaqti 8-12 soat oralig'i, xotirasi 16 GB, 1000 soatgacha audio saqlash imkoniyati. Sizni ham Xitoy haqida shu va shu kabi ma'lumotlar qiziqtirsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.